Assalomu alaykum. Hurmatli futbol sevar muxlislar. Mana bugun biz stadion Beshariq tumaniga stadion quryapmiz. Arkalar tayyorlash jarayoni. 24/7 va ko'ziga qorong'i tushmaydigan ustalar bilan ish yurgizyapmiz. Soat mana 8 bo'lyapti, svarka davom etmoqda. Bilmadim ertalabga ko'rib qolmasa bo'ldi. Aka, hormang, charchamayapsizmi? Qanday? Kelyapti mana. Aka ham qattiq ishlayapti. Kelar futbolga qiziqadigan muxlislar bemalol telefon qilishlari mumkin. Like bosishni unutmanglar. O'zbekiston bo'ylab qurib beramiz, xudo xolasa.